Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Demak biz ikkinchi mavzuni boshlaymiz, lekin boshlashdan oldin bundan oldin ishlagan birinchi mavzuyimizning ikkinchi testidagi 14-savolda biz raqamlardan foydalanib ketganmiz va 16 chiqarganmiz. Sollardan ham foydalansak bo'ladi o'quvchilar. Mana shu joyda qarang. 14 oldingi testdan bir to'g'rilash qilib o'tib ketamiz. Buning uchun sizdan uzr so'rayman va doskaga e'tibor berishingizni so'rab qolaman. A plus B A plus 2B 2B plus 3C teng 40 bo'lsa deyapti. A plus B plus C ni qiymatini toping deyapti. Demak 14-savolda. Bu birinchi paragraf ikkinchi testning 14-savoli bo'lyapti. 14-savol. Endi diqqat qiling. Bu yerda A plus 2B plus 3C deymiz-ku. Mana shu yerdagi A, B, C'lar sonlarda natural son. 2 xonali bo'lishi ham mumkin, 3 xonali bo'lishi ham mumkin, lekin 3 xonali qiladigan bo'lsak 40 dan oshib ketib qoladi. Biza mana eng kattasiga e'tibor qaratamiz. 3C bo'lyapti-ku. Mana shu joyda 2 xonali C ni joyiga 12 olsak, C ni joyiga 12 olsak, yetib qo'yganimizda, mana bu yerga yetib qo'yganimizda necha bo'ladi? 12 ni 3 ga ko'paytirsak, 36 bilan 36. Bu ikkoviga necha ulush to'g'ri keladi? 36 ga 40 bo'lish uchun 4 ulush to'g'ri keladimi? 4 ulush to'g'ri kelsa, B ga 1 bersam, mana uni o'zi 2 bo'ladimi? Mana 1 ni joyiga 1 qo'ying, 2 kara 1 2 bo'ladi. A ga necha to'g'ri keladi? A ga 2 to'g'ri kelib qoladi shunda. Mana hisoblasangiz, mana shu narsa 40 deb beradi. Qo'shamiz 13, qo'shamiz 15. Mana shu 15 ta degan javobni 15 minimal qiymati necha deyapti? Mana buni qo'shganimizda minimal qiymati. Buni qo'shib olganimizda eng kichik qiymat 15 chiqadi. Shuni to'g'rilab keting. B javob. Biz raqam deb o'ylab, bu yerlarga raqam keltirib qo'yganmiz. 9 dan kattasini olmay ketganmiz. 9 dan kattasini ham olsak bo'lar ekan. Son degan-ku, shunga son deganligi uchun biz birozgina yanglishib ketdik o'shani ishlashda. Xo'p, bo'lmasa ikkinchi mavzuga o'tdik. Ikkinchi mavzu bo'linish belgilari, tub va murakkab sonlar. Bo'linish belgilari, tub va murakkab sonlar ekan ikkinchi paragrafimiz. Shuni birinchi testini tahlil qilamiz. Birortasi qolib ketmaydi. Men doskani o'chiraman. Tayyor bo'lsangiz biz boshlaymiz. Ikkinchi paragrafni birinchi testini birinchi savolini boshlaymiz. Bizga aytyapti, mana bunaqa sonlar berilibdi, qarang. 5642, 9824, 4456, 8290, 7632. Mana shu sonlardan nechtasi 4 ga qoldiqsiz bo'linadi? Oxirgi ikkita raqamga qaraymiz-da. Mana bu bo'linadi, mana bu bo'linadi. Mana bu bo'linadi. 3tasi degan javobni belgilaymiz, C javob. Keyingisi ikkinchi savol. 97262, 95478, 25460, 95370. Bu nima? 9,681,220 mi? 11 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. 11 ga bo'linsin. Xo'sh, bunda nima qilamiz? Bitta tashlab bitta qo'shamizda ayiramiz oxirida. Nima dedim? Mana buni qo'shamiz. Birinchisini boshlaymiz, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, 5 ta. Juda mayda ish ekan bu. Bunda qarang nima qilamiz? 2 ga ajratib olasiz. 9 qo'shilgan 2 11, 11 ga 2 ni qo'shasiz 13. Keyin mana bu 7 bilan 6 qoldi. Bitta tashlab bitta qo'shasiz. Bitta tashib ketasiz-da. Qo'shadigan bitta tashlab ketasiz. 7 ga 6 ni qo'shasiz 13. Ayirib olsak 0. Demak bu bo'linadi. Bunda ham xuddi shunday qilasiz. 9 ga 4 ni qo'shasiz 13. To'g'ri, mana shu yerga chiroyli qo'ysak 13. 7 ni tashlab o'tasiz. Bunisi necha bo'ladi? 21 mi? 21. Bunisi endi nima qoldi? Qo'shsangiz 12 bo'ladi. Ayirib olsak necha bo'ladi? Ayirib olsak 21 dan 12 ni ayirsak 9 bo'lmaydi. Bunisi ham xuddi shunday qilamiz. 2 ga 4 qo'shamiz 6. 6 ga bitta tashlaymiz 0. 6 chiqar ekan.
Keyin bu qoldi. 5 ga 6 ni qo'shamiz, 11 bo'ladi. 11 bo'ladi. Ayirib olsak 5 chiqadi. Bu ham bo'lmaydi ekan. Bunisi 9 ga 3 ni qo'shasiz 12. 12 ga 0 ni qo'shasiz 12 mana. 12. 5 bilan 7 qoldi. 5 bilan 7 ni qo'shsangiz 12. Ayirib olsangiz 0 bo'ladi. Bu bo'ladi. Bu bo'ladi. Bunisi endi 9 ga 8 qo'shasiz 17. Bitta tashlaysiz. 19. Bitta tashlaysiz 19. Demak 19 chiqdi. Mana bu qolganlar 6 ga 1 ni qo'shasiz. 7, 7 ga 2 ni qo'shasiz. 7 ga 2 ni qo'shsak 9 bo'ladi. Ayirib olsak 10 bo'lmaydi. Xo'p, ikkitasi bo'ldi. Bizga aytayapti. Nechtasi deyapti? Ikkitasi. B javob bo'ladi. Keyingisi uchinchisi. Uchinchisida aytayaptiki, mana bunaqangi son bor ekan. Mana shu 4 ga bo'linsa deyapti. 4 ga bo'linsa A raqamning qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisini toping. A qanday qiymatlar qabul qiladi? 0 ni qabul qilolmaydi. Juftlarni qabul qiladi-da. 70 ni qabul qilolmaydi. Buni qabul qilolmaydi. 2 ni qabul qila oladi. 4 ni qabul qilolmaydi, chunki bo'linmay qoladi-da. 6 ni qabul qila oladi. 8 ni qabul qilolmaydi. Bo'ldi. Yig'indisini toping deyapti. 2 ga 6 ni qo'shamiz, 8 bo'ladi. Javob nima bo'lar ekan? 8 degan javob C bo'lar ekan. Keyingisi 4-inchisi. 4-inchisi aytayapti. 43275, 43956, 43722, 34431, 56357, 12048. Mana shu sonlar nechtasi 3 ga bo'linadi, ammo 9 ga bo'linmaydi deyapti. Yana raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linish uchun raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak, 9 ga bo'linish uchun raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Buni bilasiz. Qo'shib olamiz. Mana bu. Qo'shsak 7, qo'shsak 9, 9 ga 16, 16 ga buni qo'shsak 21 bo'lgan raqamlar yig'indisi bu 3 ga bo'linadi, ammo 9 ga bo'linmaydi deyapti. Sonlardan nechtasi 3 ga bo'linadi, ammo 9 ga bo'linmaydi. Demak bu 3 ga bo'linadi, 9 ga bo'linmaydi. Bo'ladi bu. Buni qo'shsak 7, buni qo'shsak 16, buni qo'shsak 21, buni qo'shsak 27. 22 bu bo'lmaydi. 3 ga ham bo'linib qoladi, 9 ga ham bo'linib qoladi, bu bo'lmaydi. Qo'shamiz 7, qo'shamiz 14, qo'shamiz 16, 18 bo'lyapti, bu ham bo'lmaydi. Qo'shamiz 7, qo'shamiz 11, qo'shamiz 14, qo'shamiz 15. Bu bo'ladi. Qo'shamiz 11, qo'shamiz hop 14, qo'shamiz 19, qo'shamiz 26. Umuman 3 ga ham 9 ga ham bo'linmaydi. 3 bo'ladi, 7 bo'ladi, 15 bo'ladi. Bu bo'ladi. Nechtasi? 3 tasi. Javob 3 tasi. Juda mayda ekanda C javob bo'ladi. 5-inchisiga qaraymiz. Yulduzcha o'rniga qanday raqam qo'yilsa, mana bu yulduzcha o'rniga qanday raqam qo'yilsa, mana shu son 11 ga qoldirsa bo'linadi. Mana aytdimki, ayirmasi 0 yo 11 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak. Qo'shamiz 12, qo'shamiz 15. 15 bo'lyapti ekan, bu yerda esa 1 plus yulduzcha bo'lyapti ekan. Agar shu 4 chiqsa, ayirib olganimizda 11 bo'ladi. Yulduzcha o'rniga 3 qo'yishimiz kerak uning uchun. 1 ga 3 qo'shsak 4 bo'ladi-da. Yoki ayirib olganimizda 0 bo'lishi uchun 15 chiqishi kerak. 15 bo'lish uchun yulduzcha o'rniga raqam qo'yishimiz kerak. Yulduzcha bu raqam. Bu yerga 14 qo'ysak 15 bo'ladi. 14 qo'ya olmaymiz. Bu yo'q. Demak, yulduzcha o'rniga qanday raqam qo'yilishi kerak? Javob 3 A javob bo'ladi. Keyingisi 6. 6-inchisi aytayapti. A ning qanday qiymatida mana bunaqa sonimiz bor ekan, mana shu 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 11 bo'ladi, buni qo'shsak 13 bo'ladi. Qo'shilgan A. A teng 5 bo'lishi kerak, 18 bo'ladi-da, B javob bo'ladi. Qo'shsak 18 bo'ladi, 9 ga 18 bo'linadi. 7-inchisiga qarang. X ni qanday qiymatida mana shunday sonimiz bor ekan, mana shu son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Yana raqamlar yig'indisi. Qo'shamiz 9, qo'shamiz 11, qo'shamiz 17. 17 ga 1 ni qo'shsak bo'ladi. Xo'sh. Hozir to'g'ri hisoblayapmi? 9, 11, 11 ga bu 17 qo'shuv x bo'ladi. X joyida nimalar kelishi mumkin? 1 kelsa 17 bo'ladi, 18 bo'ladi. 8 kelsa 25 o'tadi. 21 bo'lish uchun 4 kelish kerak. 28 bo'lish uchun unda kattaroq bo'lib ketadi. 1, 4,
7 qo'ysak ham bo'ladi, 24 bo'ladi. Javob 1 4 7 C javob bo'lar ekan. Keyingisi 8-si. 8-sida aytyaptiki, y ni qanday qiymatlarida bunday son berilibdi. Mana shu sonimiz 6 soniga qoldiqsiz bo'linadi. Bu juft bo'lish kerak. Juft 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugash kerak va 3 ga bo'linadigan son bo'lish kerak. 1 ga 4 ni, 2 ni, 3 ni va y ni qo'shganimizda 3 ga bo'linishi kerak. Qo'shsak 5, qo'shsak 7, qo'shsak 10. 10 ga nima? Masalan 0 ni qo'shsangiz bo'lmaydi. Y joyiga 2 kelsa bo'lar ekan. Y joyiga 2 kelishi mumkin yoki 8 kelishi mumkin. Shunda 10 ga 2 qo'shiladi, 12 bo'ladi, 3 ga bo'linadi. 10 ga 8 qo'shiladi, 18 bo'ladi, 3 ga bo'linadi. 2 va 8 D javob bo'ladi. 9-savol. 9-savol. Tub sonlar qatorini ko'rsating. Tub degan biriga va o'ziga bo'linadigan sonlar. Demak, A javob chiqib ketadi. B javob ham chiqib ketadi. C javob qoladi. C javob qoladi, D javob ham qoladi. Bir tub son ham, murakkab son ham emas. C javob qoladi. D javob bir qatnashib qo'ygan, bir tub son ham emas, murakkab son ham emas. Chiqib ketadi. 10-siga keldik. 23 va 32 mana shu kesma bor ekan. 23 va 32 mana shu kesmada nechta tub son mavjud deyapti. Nechta tub son mavjud? 23 o'zi kiradi. Undan keyingisi 24 yo'q, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31 bo'ldi. 3 ta C javob bo'ladi. Chunki to'rtburchak qavs o'zini ham oladi. 10-savol ham ketdi, 11-savol. 11-savolda nima deyilyapti? 1 dan 200 gacha bo'lgan kesmada 8 ga karral natural sonlar nechta deyilibdi? 8 ga karral natural sonlar. 200 ni 8 ga bo'lib butun qismini olamiz. Butun qismidan. Mana bu to'rtburchak qavs butun qismini oladi. 4 ga bo'lganimizda 25 50 bo'lar ekan. 4 ga bo'lganimizda pastda 4 ga bo'lganimizda 2 8 ga bo'lsa 25 mi? Aha, 25. 25 ta. Yoki yana bir usuli bor. Bu 8, keyingisi 16, keyingisi oxirgisi 200 bo'ladi. Nechta deyap mana formula. Birinchi darsda aytdim-ku. n-1 karra d. A endi joyiga 200, A1 joyiga 8, n-1, D ni joyiga ham 8. 8 ga bo'lib olasiz. 8 ga bo'lib olsangiz bu yerda 25 bo'ladi, bu yerda 1 plus n-1 bo'ladi. 1lar ketadi, n teng 25 chiqadi. Xo'sh, 12 ga keldik. 12. 12 da nima deydi? 200 dan katta eng kichik tub sonning raqamlari yig'indisini toping. 200 dan katta eng kichik tub sonning 200 dan katta eng kichik tub son deyapti. 203 mi? 203 nimalarga bo'linadi? 203 tub sonmi 203? 7 ga bo'linmaydi, 13 gacha. Mana shu tub sonlar jadvalini beradi. Bunaqa savol o'zi tub sonni hosil qilish formulasi ham yo'q-da. Uni his qilish kerakmi qandaydir. Tak, 203 bu tub son raqamlar yig'indisi 5 bo'ladi. 2 plus 0 plus 3 5. Lekin 200 ni birda olib qo'ymang. Nima uchun? Chunki 200 dan katta deyaptimi? 200 dan katta eng kichik tub son. Keyingilari ham tublar bor, lekin u eng kichik emas-da. 203 deb o'ylayapman. 5 to'g'ri javob shu. Cho'ng yo'q, boshqa yo'q. 13. Bizga mana bunaqa son berilyapti. Zerikib qolmadingizmi? Xo'sh, mana shu 5 xonali son 12 ga qoldiqsiz bo'linsa, A ning qiymatini toping. 12 ga bo'linish uchun nima bo'lish kerak? 3 ga va 4 ga bo'linish kerak. 4 ga bo'linish uchun juft bo'lish kerak mana. 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugashi kerak. Xo'p, endi o'ylab ko'ring. Xo'p, 10 bo'lsa bo'lmaydi mana. 1 va A bo'lyapti. 2 bo'lsa bo'ladi. 4 bo'lsa bo'lmaydi. 6 bo'lsa bo'ladi, 16 bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Endi shu ikkalasi mana ular o'yindan chiqib ketdi. Mana shu ikkalasi qoldi. Bu ikkalasidan ham hozir bir o'yindan chiqib ketish kerak. Bular qo'shsak 6 qo'shilgan, 3 qo'shilgan, 2 qo'shilgan, 1 qo'shilgan A endi 3 ga bo'linishda raqamlar yig'indisi. 9, 11 qo'shsak 12 bo'ladi. 12 ga 2 ni qo'shsangiz 14 bo'ladi. Mana bu o'yindan chiqib ketadi.
6'ni qo'shsangiz 18 bo'ladi. Demak, 6 o'yinda qoladi. Javob 6. D javob bo'lar ekan. 13-savol ketdi. Xo'p, 14-savol. 14-savol nima deyilyapti? 14-savolda. Bizaga 14-savolda aytyapti, bu pul emas, yozmaydi bunda. 1 bor ekan, 1 yo'q ekan, 13 bor ekan, 19 bor ekan, 26 bor ekan, 91 bor ekan, 229 va 341. Ertaklarni matematikaga aytib bersangiz, 1 bor ekan, 1 yo'q ekan desangiz, aniq ma'lumot ber deydi. Aniq fakt matematika. 1 bormi, yo'qmi deydi. 1 bor ekan, 1 yo'q ekan. 1 raqami bormi yo yo'qmi? To'g'risini aytishingiz kerakda. Nechtasi tub deyapti? 1 tub son ham emas, murakkab son ham emas. 13 tub, 19 tub, 26 tub emas. Mana bu 7 ga bo'linib qoladi. 7 ga bo'lganingizda 13 bo'ladi, bu tub emas. Buni 229 birortasiga bo'linadi. 7 ga bo'lsak bo'lmaydi, 13 ga bo'lsak. 13 ga bo'lib ko'raylik-da, 229 ni 13 ga bo'lamiz. Buni ichida bittadan bersak 13, ayirib olganimizda 99 bo'lagan, ha? Bo'lmaydi. 99 ichida yo'q-da, bo'lmaydi. Xo'sh, 17 gacha. Mana 341 bor-ku, 7 ni kubida 49 ni 7 ga ko'paytiring, 60 343 da 7 ni kubi 343 deb kechirasiz. 341 nimadir debdi hozir. 4 bilan 13 3 ga bo'linmaydi mana bu. Xullas hozircha 2 ta bo'ldi, 2 ta bo'ldi. Bunaqa savol shunday yaxshi ko'rmayman-da mana shunaqa savollarni. Shunday odamga azob beradi, 229 tubmi, tubmasmi deb o'ylab o'tirasiz, bo'lib o'tirasiz-da. Bu miya ochmaydi-da bunaqa savol. 17 ga bo'lsak, bittadan bersak 17, ayirib olsak 5 9 59 7 ga bo'linmaydi. 19 ga bo'lsak-chi? 19. 19 ga bo'lsak, bittadan bersak 19, ayirib olsak 2 chiqishi uchun 3 mi 39 bo'lib qoladi ekan. 23 mi? 229 ni bo'lasiz 23 ga. 9 bo'lish uchun mana bu 3lik bo'lgan 13 ga ko'paytiramiz. 10 tadan bersak bu katta ketadi. 19 bo'linmadi. Xullas, mana shunday qilib bo'lib topib o'tirish kerak. Buni o'zingizga mustaqil tashab ketaman. Bunisi tub bo'lmasligi kerak adashmasam. Yo bunisi nimadirga bo'linib qoladi-da. Bittasi chiqib ketadi, 3 ta degan javob bo'lib qoladi. 15 ga o'tib ketaman. Xullas, bema'ni savol, menga yoqmaydi bunaqa savollar. Tub sonlarni topish formulasi yo'q. A natural son uchun deyapti. A minus 2 ko'paygan A plus 8 ko'paytma tub son bo'lsa 2A plus 5 ning qiymatini toping deyapti. Ko'paytma tub son bo'lsa 1 ga va o'ziga bo'linish kerak. Birovdan 1 chiqish kerak. Birovdan 1 chiqish kerak. Albatta mana undan 1 chiqadi. Demak, A ni joyiga 3 qo'ysak bo'ladi. A teng 3. 3 ni keltirib qo'ysak bo'ladi bu yerga 11. A'imiz xullas 3 ga teng ekan. 2A plus 5 ni toping deyapti. Bu yerga 3 ni keltirib qo'yamiz. 6 plusdan 5 11 degan javob chiqadi. B javob. 16-savol. 16-savol. M kvadrat plusdan 2m son juft son bo'lsa, m ni chiqarib ketamiz. M ni chiqarib ketsak, ichkarida nima qoladi? M plusdan 2 qoladimi? Juft son bo'lsa deyapti. Quyidagi ifodalarning qaysi birining qiymati albatta juft bo'ladi. Biz n ni joyiga son qo'yamiz. Juft son bo'lsa. Juft chiqadigan son qo'yishimiz kerak. Masalan, n ni joyiga 1 qo'ysangiz, bu yerga keltirasiz, bu tog' chiqib qoladi. N ni joyiga 2 qo'ysangiz, 2 qo'ysak bo'ladi n ni joyiga. Quyida albatta juft bo'ladi. N plus 1 deyapti. 2 ga 1 qo'ysangiz 3, bu chiqib ketadi. B javobimiz. 3 ni n-inchisi plusdan 3 n deyapti.
n joyiga 2 qo'ysangiz 9 plusdan 2 11 bo'ladi. Bu ham chiqib ketadi. Juft bo'lish kerak-da. n kvadrati plusdan n plusdan 1. 2 ni kvadrati 4 plusdan 2 plusdan 1. 6 7 bo'ladi. Bu ham bo'lmaydi. D javob ekanda n kvadrati plusdan 4. 4 plus 4 bo'ladi, 8 bo'ladi. Javob D bo'ladi. Keyingisi 17. 17 da aytyaptiki, A va B raqamlar uchun deyapti. Mana shu ikki xonali son ekan va bu ham ikki xonali son ekan. A plus B ning qiymatini toping. A plus B ning qiymatini topishimiz kerak. Oh, zo'r savol-ku. Mana bu 10A plus 7 qilib yoyiladi. Ko'paytirilgan 5. Bunisi 80 plusdan B deb yoyiladi. Ochib olamiz. 50 A bo'ladi. Mana buni ichkariga ochib chiqasiz. Plus 35 teng 80 plusdan B. 50 A 35 bu yoqqa ayirish bo'lib o'tsa. B bu yoqqa ayirish bo'lib o'tsin. 80 dan 35 ni ayirasiz. 50 A minusdan B teng bo'ladi 5 chiqadi. Qarz olamiz 7 45 bo'ladi. Bizga aytayaptiki, nima deyapti? A plus B ning qiymatini topishimiz kerak. 45 bo'lish uchun A plus B nima bo'lsa ham eng katta, eng kichik demasin-da. Bunchaki qiymati ekan. Xo'p, A ga biz 1 qo'ysak bo'ladi, B ga esa 5 qo'ysak bo'ladi. Qo'shib olsak 6. 1 plus 5 teng 6. Javob C bo'ladi. 17 ni ishlab bo'ldik mana. Va biz doskani o'chirib davom ettiramiz. Xo'sh, davom ettiramiz. Qarangda, mana bu savolni ishladik-ku. Qaysida edi? 12-savolda. 200 dan katta eng kichik tub son 203 deb ketdik-a biz. 203 ni biz 7 ga bir bo'lib ko'raylik-da 12-savolda. 2 dan bersangiz 14 bo'lib 63 bo'ladi. 9 dan berasiz 63 bo'lib ayirib olsak 0 bo'lar ekan. 203 bo'lmaydi. Undan keyin 205 tub emas, 207 tub emas, 209 ga duch kelamiz. 209 tubmi, tub emasmi? 209 nimaga bo'linadi? Masalan, 11 ga bo'linadimi? 11 ga bo'lsak, bittadan berasiz 10 11 cha ayirib olsak 9 bo'lib 9 dan berasiz 11 tushib ayirib olsak 0 mi? 209 ham tub emas-da. Ko'ryapsizmi? Keyingisi 211. Ana shu 211 hech qaysiga bo'linmaydi. 211 da raqamlar yig'indisi 2 plus 1 plus 1 bu 4 chiqadi. Biz boyna yanglishdik 5 degan javobni berib. Javob 4 degan javobni belgilashimiz kerak. A javob bo'lar ekan 12 ga. Xo'p, keyin men bu masalani 200 ni ichida edi o'sha. Bir yomon vaqtni oladi. 229. 229 nechiga bo'linadi? Mana shu savol bor edi-ku, 14-savol. Eslab ko'ring, 14-savolda. 229 bor edi. 229 nechiga bo'linadi? O'yin kuygur. Qarang, 11 bilan 19 ni ko'paytiramiz, uje ana 29 ni ko'paytirsa 203 bo'lar ekan. Yana 29 qo'shing o'shanga. 229 yo'q, 229 ga aloqasi yo'q. 229 nimaga bo'linadi? Hozir biz 200 oralig'idamiz-da. 211 tub, 212. Xo'p. 19 ga bo'ldik bu. 23 ga bo'linadimi? Yo'q. 19 da yo'q, 17 gacha. 17 ga bo'lib ko'rdikmi? 59 bo'lib qoldi. Bo'lmaydi. 13 gacha yo'q. 341 chunda. 341 o'ylab ko'raylik. 5 8 raqamlari emas, 341 nimaga bo'linadi? 343 bo'lsa 7 ni kubi bo'ladi. 7 ni kubi. 343 bo'lsa chiqib ketardi-da sirasi. 341 ni ham chiqarib oladi. Xo'p, mayli, mana shunaqa tub sonlarni toping degan kerak emas, bunaqa tushmaydi xudo xolasa. Nechta tub albatta. Xo'p, qaysida qoldik? 17 ni ishlab beruvdim, 18. 18 dan davom ettiramiz. 18 da aytayaptiki, A bilan B raqamlar bo'lsa deyapti. A B ga B A ni yig'indini qo'shganimizda qaysi biri bo'la olmaydi deyapti.
Bular albatta 44, 55, 88 mana shunaqa bo'ladi, lekin 67 bo'la olmaydi. Mana bunaqa deyapti-da, mana 23 masalan teskarisi mana AB BA teskarisi 32 bo'ladi. Qo'shsak 55 bo'lib qoladi. Bilasizmi? 55. Ya'ni ikkitalik bir xillik son bo'lib qoladi, 11 ga karrali son bo'lib qoladi. Bunaqalarni qo'shib olganimizda faqat 67 11 ga karrali emas. Javob 67 C javob bo'ladi. 19 AB ga BC ni keyin CA ni qo'shib olganimizda 88 bo'lsa, bizdan A plus B plus C ni qiymatini so'rayapti. Nima qilamiz? Mana bu 10A plus B bo'ladi. Mana bu 10B plus C bo'ladi. Mana bu 10C plus A bo'ladi. Teng 88. Bu bitta A ga 10 ta A ga bitta qo'shiladi. 11A, 11B, xullas mana shunday ketaveradi. 11C mana. Bitta B ga 10 ta B, bitta C ga 10 ta C, 11C bo'ladi, 11B bo'ladi, 11A bo'ladi. Tenglashib 88 ga shunday 11 larga qisqartirib olsangiz, A plus B plus C ni qiymati tayyor bo'lib qoladi, 8 chiqib qoladi. Javob 8. C javob bo'ladi. 20. 20 da nima deyapti? 20 da quyidagi tasdiqlar nechtasi doimo to'g'ri deyapti. Keling, quyidagi tasdiqni birinchisiga qaraymiz. Toq va juft sonlar yig'indisi juft bo'ladi. Toq va juft sonlar yig'indisi juft bo'ladi. Yo'q, bu xato ekan. 2. Toq va juft sonlar ko'paytmasi juft son bo'ladi. Bu to'g'ri. Toq va juft sonlar ayirmasi toq bo'ladi. Toqdan toq sondan juftni ayirsak toq son chiqar ekan. Masalan 17 dan nechini ayiramiz? Toq sondan juft sonni ayirsak natija toq son chiqadi. To'g'ri. Juft va toq son, juft son toq songa bo'linmaydi. Juft son toq songa bo'linmaydi. Masalan 28 juft son toq son 4, 7, 4 chiqib qoldi. Ikkitasi to'g'ri bo'ladi, B javob bo'ladi. Demak, biz ikkinchi mavzuning birinchi testini ham yakunladik. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. I just had to let you know you're. She a happy baby, she